Aziz do'stlar, har doimgidek sizlar bilan Sarvarbek Yakubov. Gap Toshkent avtovokzalida premyeralar davom etadi. Konkurslar sizlarga aytganmiz, bitta chipta sotib olsangiz, ikkinchi joy sizlarga bonus tariqasida tushadi. Assalomu alaykum tog'a. Bu hazakanmas ekanmi, sizni majburlab gapirtirmayapmizmi? Yo'q, haqiqatan. Qanday qulaylik? Mana ikkita joyda prezidentskiy apparatlarda, ha? Yurtboshimizga rahmat aytdingizmi? Yaxshi to'ylar, mana hamma xursand. Assalomu alaykum aka. Akamiz mana xursandchilikdan ozgina vodka belugalar, mana ikkinchi joylar bilan xursandchilikda. Aka yaxshimi? Yoqdimi qulaylikda? Mana konkurslar hamma minnatdorchilikda. Qalay uka, mana uka ham hozir keldi. Qachon keldingiz uka ayting? Hozirgina keldik. 5 minut bo'ldi, 3 minutda bilet yozildi, ikkinchi joy bonus, siz o'zga Moskvaga keldingiz. Nima deysiz yurtdoshlarimiz? Tavsiya qilaman, keling sizlar. Alloh dadashmaydi. Mana salomat, qanday besplatniy? Qalay joy? Ona joy kimga oldi? Bironta oshnangizga bir ovozingiz aktivsiz bo'lardi Moskvada aylantirib ketadi. Yurtdoshlar, konkurslar biz har doimgidek ishonchli, sifatli, zamonaviy avtobuslarda har doim sizlarga tavsiya qilganmiz. Moskvadan ham qaytayotganinglarda akalar o'zimiz Katennikida bo'lamiz. Bemalol 55 raqamlarimizga aloqaga chiqsanglar, xuddi shunday avtobuslarni O'zbekistonga olib kelamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.